Behruz 50 million olsam necha pul to'layman? 50 million oladigan bo'lsangiz 1 million 617 mingdan oylik to'lovingiz chiqadi. 100 million olsamchi? 100 million oladigan bo'lsangiz 3 million 235 mingdan oylik to'lovingiz chiqadi. 150 million olsamchi? 150 million olsangiz 4 million 853 mingdan to'lovingiz chiqadi. 200 millionchi? 200 million olsangiz 6 million 470 ming so'mdan. 250 olsamchi? 8 million 88 ming so'mdan to'lab borasiz. 300 millionga? 300 million 9 million 700 ming so'mdan. Xo'p, 1,5 milliard chiqarib berdingiz. 1,5 milliard soat 8 bo'ldi. 1,5 milliard chiqarib berdingiz. Necha foizdan chiqarib berdingiz? Eng qizig'i qoldiq summaga 17% dan chiqarib berdi. Shunda 100 million olsa 17 million qo'shib qaytaradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. 1 yilda 17 million qo'shib qaytaradi. Qoldiq summaga 17% dan. Garovga turar noturar qo'yib bersalar, noturar nima degani? Do'kon, magazin, bozor ichidagilar o'tmaydi, o'rtoqlar. Yashab turgan uy-joylarni qo'ysalar ham bo'ladi, o'rtoqlar. Propiskadagi odamlar qovuradi, o'rtoqlar. Xo'p, buni bonusni qo'shib berasizmi shunda? Albatta, aka. Bo'ldi. O'rtoqlar, Behruzga murojaat qilasizlar. 50 milliondan 5 milliardgacha naqd ko'rinishda chiqarib beramiz. Dollar qilib beringlar desanglar, dollar ham qilib beraman. Muammosiz.